Hammaga salom. Mening ismim Chapati qishlog'i va men Manavi Temurda yasalgan qamoqxonaga tushib qoldim. Men bundan qocha olamanmi? Qani ketdik. Bu qamoqxona kvadrat shaklida qurilgan bo'lib, qamoqxonasi temir va izimrud bloklardan qurilgan. Har tomoni to'rlar bilan ulangan bo'lib, bundan qochish hech qachon ilojsizdir. Bu yerdan bir kun ichida qochmasak, bizni o'ldirishadi. Xo'sh, paydo ham bo'ldik. Xonada nima bor? Yotoq, skelet bosh, tualet tejashda yo'qmi? Yo'q ekan. Xo'sh, eshik yopib qo'yamiz. Bitqolni yuvish uchun qandaydir idish, oyna, jo'mrak va yana jo'mrak. Buzib qo'ydim. Harakat bo'laman-da. Sandiqda esa Isaki nomli youtuber bor ekan. Siz unga hozir avoza bo'ling. Chunki u Minecraft haqida bir-biridan qiziq kontentlarni olib borar ekan. Uning maqsadi tezroq 1000 ta obunachi bo'lish ekan. Ey bro, nega hali ham obuna bo'lmayapsiz? Obuna bo'ling. Xo'sh, xonada nimalar bor? Xonada mana u itvatchilar uchun beriladigan suyak. Bunisini ham olamiz, kerak bo'lib qolar. 70 ta qamoqxonadan qochganman. 71 sanadan ham qochaman shekilli. Xo'p, bu yerda qandaydir teshik bor ekan, bu yerdan qochsak bo'ladimi? Bo'yim yetmadi. Sandiqni sindiramiz va o'sha yerga qo'yish kerak. O'shandagina tepaga chiqib olamiz. Bu yerdan ovqat tashlaydi shekilli. Yetyapti o'xshayapti. Endi ham bilmadim. Aytgandim-ku chiqib olamiz. Bu yoqqa, hop, parkour. Bu nima bo'ldi? Bu tish bandi daraxiga o'xshayapti chota. Bundan tushmay ekan hech narsa. Xo'sh, bu yoqqa o'tib olamiz. Hop, parkour. Hop. Qochamiz. Men bu qamoqxonani 5 qo'limdan bilaman. Bundan 2 marta qochganman o'zi sizlarga aytsam. Yerga sakrasak o'lmasmikanmiz? Nima qilsak ekan-a? Xo'sh, nima qilar? Narvon. Qoch. Narvon bor ekan. Hop. Qochdik. Bilet ish qilsakan-ku. Nima qilsak bular? Boshim qotdi. Bu kal boshim har doim qotadi o'zi. E'tibor bermaysizlar. Daraxt bor ekan. Daraxtga sakraymiz. Qoch. Men ozodman. Bu qamoqxonadan ham qochdim. 71-sidan ham qochdim. 72dan ham qochaman hali. Xayr, qamoqxona. Aytganday. Nega ham hali kanalga obuna bo'lmadingiz? Obuna bo'ling!